Katta bo'lyaptimi o'g'lim? Ha, baba, Oh. nimaga ayam bilan dadam qo'yadi? Nimaga men bitta o'ppoqman? O'g'lim, nima g'alati savol berasan? Nima deyapti mana uning? Bor, dadangdan so'ra ishtagini bo'lib qo'yaman hozir. Bor. Uyga kirish. Tavba qildi. Qo'shni. Qo'shni desa yuragim bezilib qoldi. Hozir bir bola so'raydi mana shu. Keting qo'shni. Keling qo'shni. Qattiq yeb yuribsiz kech paytda. Bu qo'shni kecha 71lar to'planib qolaverdik somovarda. Solaverib, biz solaverib, bu qatiq kesadi-da. O'zingiz yaxshimisiz? Qo'shni ovozingiz yoping-da. Toza havo. Rosa ichibsizlar-a? Ha, qo'shni shu desangiz iPhone 17 chiqibdi deng. Chiqmaygina o'lsin shu 17si. Bu yerda mol qambar, yuragini sotib oladimi, ko'zini sotib oladimi, itdan tarakanlari. Ha, meni o'g'lim ham iPhone 17 olib bering deb jinnilik qilyapti. Shak unaqa o'g'il shak qo'yib olmaysizmi? Farzand ekanda, ha men ko'zimni sotib olib beraversam yaqinda to'y. Ha, qudalarim noto'g'ri o'ylamasin. Siznikini sotib tursak ko'zingizni. Ishlarim yaxshi bo'lib ketishiga qaytaraman qo'shni. Qo'shni dal jinni binni emasmisiz? Qo'shni bitta non berib turib, noyobsa qaytaraman deganda so'rab qo'ydingiz. Bu ko'z odamning ko'zi. Qo'shni kechalar ko'zingiz so'ragandim. Bittasini berib tursangiz bo'ldi. Qo'shni hozir yomonlaman hozir. Farosatingiz adnarazim emasmi qo'shni? Iltimosimni qo'shni, ha bitta ko'zda ko'rsa ham bo'ladi-yu axir. Qo'shni ko'zimni sotguncha molni sotaman, uyni sotay, rozimisiz? Ne sotuyorsun? Uyni agar o'zi bilan bir xil. Qo'shni sendaqa qo'shni oqildim eshitdingmi? Ana shu qaram o'g'lingga aytib qo'y, usha olsam ko'ziga qo'limni tiqib olaman. Qo'shni, ha bitta ko'zga olmadingiz-a? Ha ko'zingizga tiqib oling. Pishir. Ashni o'zingizga tiqib qo'ymay. Tegirmonning charx palagi aylansin, aylansin.